Bizga 1 million подписчик nima kerak edi o'zi? Meni o'ylashim bo'yicha bitta gapini tushuntirganda, men o'rtancha farzand bo'lganim uchun menga eng ko'p vнимание kerak bo'lgan paytda nimagadir vнимание mendan keyingi farzandga o'tgan. Va mendan oldin mendan katta bo'lgan. Men rabitsa qilardim har doim. Men robot yasardim. Men pultli moshani sindirib, ichidagi motorlardan prям yuradigan Wall-E degan film bo'lardi, bilasiz. Ikkita ko'zi bor. Ana o'sha multfilmdagi obraz yasardim men. Kam 4-5 marta просто buzib tashlagan kelib, musor qilding deb. Xuddi shunaqa bo'lgandan keyin, maktabda ham men bolalar sinfida o'qiganman. Lekin ko'yligim bolalar sinfida o'qiydigan, chunki onam o'qitishmagan, shuning uchun bolalar sinfida o'qiganman. Avval men shundan realni kulardim. Ikkita qiz ikkita bola o'tirardik va u qizlar menga realni aytgan, "Omon nimaga xunuksan?" Chunki men cho'lkam o'sib turadigan oddiy bo'lma, a o't bittasini har kuni Captiva'da kimdir tashlab ketadi. Vot, xuddi shunaqa, ya'ni menga e'tibor kerak bo'lgan payt. O'sha e'tibor uchun 1 million kerak bo'lgan. Nima uchun 1 million kerak degan savolga men o'ylaymanki, o'sha payt berilmagan e'tiborni hozir 10x ko'proq olish uchun. Va kerak bo'lsa men 100x ko'proq hozir olman o'sha e'tiborni. Menda har doim ozoltgan, har doim menga odam yaxshi ko'rishni totgani, bu qaysi tomonda o'shani kompensatsiya qildi deb